juda yaxshi ko'radi. Ya'ni biz hammamiz turkmiz, aslida Turkiya millatlarimiz, o'zbek va turklar. Biz bu yerga kelishdan asosiy maqsadimiz ham sizni Akdeniz universitetingizda iletishim, ya'ni jurnalistika fakulteti bilan bizni O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti o'rtasida bir aloqa o'rnatsak. Ya'ni sizdagi darslar bilan tanishsak yaqindan, sizlardagi xo'jalar, ya'ni ustozlar bizni universitetga borib bir oylikmi yo bir sanami, bir yilmi dars bersalar, bizni ustozlarda bu yerga kelib bir dars bersalar, qandaydir konferensiyalar qilsak, talabalar bilan almashlab o'qishlar bor-ku. Masalan, 2 sana bu yerda, 2 sana bizda O'zbekiston jurnalistika universitetining talabalari yoki sizni talabalaringiz 2 sana bizda shunaqa qilib bir aloqa o'rnatsak. Siz hali aytgan gapingiz menga juda yoqdi. Haqiqatda bir-birimizdan o'rganadigan narsalarimiz ko'pda. Albatta sizni talabalaringiz O'zbekistonga borib o'qishni balki yaxshi ko'rar edi. Bizni talabalarimiz ham turk dunyosini, turk millatini juda yaxshi ko'radi. Yuqorida aytib o'tganingizdek bir qandaydir memorandumlar imzolasak, ustozlar birgalikda biz taklif qolardik, chin dildan sizlarda jurnalistika sohasida kuchli ustozlar, kuchli o'qituvchilar bo'lsa, bizni universitetga borib dars berishsa, bizni talabalarimizga mana shu turk dunyosini klassik jurnalistikasi va zamonaviy jurnalistikasi haqida bir narsalar o'rgatishsa va bizda ham juda iqtidorli ustozlarimiz bor, professorlarimiz bor. Ular bu yerga kelib dars berishsa, talabalarimiz olib kelganmiz, mana O'zbekiston jurnalistika universitetidan iqtidorli talabalar kelgan. Ular ham kelajakda balki magistraturaga topshiradi bu yerda. Sizdan istagan talabalar bo'lsa biz kutib qolamiz. Biz O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida magistrlik ish olib boradilar, ilmiy ishlar olib borishadi. Yuqoridagi fikrlaringiz uchun aytib o'tayman, juda yaxshi bo'lardi. Unda sizni mail adreslaringizni va telefon raqamlaringizni, adreslaringizni olamiz. Bizda xalqaro bo'lim bor. Xalqaro bo'lim, sizda ham iletishim bo'limi bor. Ular aloqaga chiqadi va bir-birlari bilan o'sha memorandum imzolashga harakat qilishadi. Umid qilib qolamizki, kelajakda menga bu universitetda juda nimasi yoqqan, atmosferasi. Maydon juda katta maydon ekan, juda keng maydon. 17 ta fakultet bor ekan. 17 ta fakultet bor ekan. 65 mingta talaba bor ekan. Bu universitetda 65 ming talabani qizlar yotoqxonasi alohida ekan. Qizlarga ko'proq yotoqxonada joy ajratilgan ekan. Salkam 8-9 ming atrofida qizlarga yotoqxona ajratilgan ekan. 6-7 ming atrofida o'g'il bolalar uchun alohida. Va bizda xuddi Beruniyda talabalar shaharchasi bor, ularda ham shunday katta, juda katta maydon talabalar shaharchasi bor ekan. Va 6 mingta o'qituvchi, o'rgatmanlar 6 mingta professor, doktorlar dars berar ekan. Bir-birimizdan o'rganadigan narsalar ko'pda. Shu talabalarimiz, ustozlarimiz kelsa, sizlar taklif qilsalar, biz ham sizni ustozlarimiz nomidan o'sha universitetimiz, jurnalistika universitetining rektori, professor doktor professor Sherzodxon Qudratxo'ja nomidan sizlarni lutfan taklif qilamiz. Bizning universitetimiz hali yosh universitet. Bu bizning prezidentimiz Shavkat Miromonovich shaxsan o'zlarining buyruqlari bilan tashkil qilingan. Endi yil bo'lib 8-yil ketyapti. İlk defa tashkil qilinganda 100 dan ortiq talabasi bor. Endi hozirgi kunda 5 mingga yaqin talabasi bor. Qilamiz, aloqalar o'rnatsak, ajab emas. Bizda ham talabalarimiz soni ko'lami 65 mingga chiqar. Ustozlar, professorlar 6 mingdan oshar. Juda havasda bo'ldik universitetlaringizni ko'rib. Evet, çok güzel hevesler bunlar. Ama az önce de söylediğim gibi ben radyo, televizyon, sinema bölümünün başkanlığını yürütüyorum. Fakültemizin dekanı Seçil hocamız var. Ayrıca hani böyle uluslararası anlaşmalar için değerli rektörümüz Profesör Doktor Özden Özkan'la irtibat kurmak gerekir diye düşünüyorum. Üniversitenizin rektörünün bizim üniversitemizin rektörüyle bu konuyu karşılıklı sözleşmeyle bir şekilde görüşmeleri gerekir. Benim mertebem dediğim gibi bölüm başkanlığı düzeyinde. Siz şu yetkazasiz rektor janoblariga bizim takliflarimizni albatta yetkazasiz va memorandumni Toshkentda tuzamiz. Evet, biz sürekli zaten Türkistan coğrafyasıyla ilişkilerin
maksimum düzeyde sağlanması fikrini her zaman söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam ederiz. Ama dediğim gibi bu konular biraz da bizi aşan konular. Keşke dediğiniz gibi karşılıklı anlaşmalar imzalansa, hocalarımız değişim programı gibi gidip gelse, dersler verse, öğrencilerimiz farklı ortamlarda dersler görse, en azından bir sempozyum düzenlenebilir. Bir haftalık bir sempozyumda işte iletişim, medya, gazetecilik özelinde konular öğretim üyeleri tarafından tartışılır, oturumlar yapılır, öğrenciler izler, dinler, bilgi edinir. Hem Taşkent'te hem burada da yapılabilir. Dediğim gibi ama bunların kararını verecek olan gerçekten üst yönetimimiz. Dolayısıyla rektörümüze bu konuyu sizlerin de açması, mail ile en azından ulaşması elzem diye düşünüyorum. Onun dışında ben dediklerinizin hepsine katılıyorum. Biz biriz, bir milletiz. Biz birlikte olmayı, daha sık ilişkiler kurmayı çok istiyoruz. Az önce de söylediğim gibi Taşkent, Buhara, Semerkant ben çok detaylı gezdim. O gezme olanağını da bir sempozyumla elde etmiştik. Turizm Fakültesi olarak Taşkent'teki bir üniversiteyle karşılıklı sempozyum yapmıştık. Bu sempozyumların daha farklı boyutlarda yapılması ilişkilerimizin gelişmesine fayda sağlayacaktır. En azından sempozyum düzeyinde başlayıp daha sonra değişim programı gibi farklı boyutlara çekilirse gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Güzel olacak. Va bizim rektörümüz Sherzodxon Qudrat Hocaning qaynatasi borda elchi. Konsul. Evet. Elchixonamizda ishlaydi. Hiçbir problemi yok. Evet. Ben dediğim gibi benim alanım fotoğrafçılık ve grafik ana bilim dalındayım ben burada. Temel fotoğrafçılık, uygulamalı fotoğrafçılık, basın fotoğrafçılığı, reklam fotoğrafçılığı gibi biraz böyle özel bir spesifik bir alana sahibim. Bir açılış vesilesiyle gelebilirim. Bir programımızda ya da öğrencilerinize bir workshop yapabiliriz. Uygulamalı şeyler gösterebiliriz, çekimler yapabiliriz. Az önce de söylediğim gibi benim elimden ne gelirse ben katkı sağlamaya hazırım. Juda xursandmiz. Demak, sizdan o'sha elektron manzillaringizni Tabii o'rnatib ki. borgandan keyin Toshkentda albatta rahbariyatga uchrab, ustozlardan izn so'rab, o'zlari shuni istab yuborishdi. Biz ham sizga birlikda ko'p ishlar qilamiz bu holatda. Gerçekten birinchi qadam bosildi. Nima Sababchi bo'ldi. dublyaj qilinadi-ku, misol arabda turk filmlar juda dublyaj qilinadi. Sizlarda. Seslantirmoq, ses. Evet. Ana, Türkçe seslantirmoq. turklar